qarab baqdingmi? Nada o'p ketgani bu hech qayni topolmasam shu buni. Qanday qilaman? Ha, bo'ldi qilayman, bankka qilam telefon qilay bo'ldi. Voy. Yaxshimisiz? Omonat qo'yi bankasiga xush kelibsiz. 5 minutda kepilsiz kredit uchun 5 ni besing. Maxfiy nomer rasmiyatlari uchun 1 ni besing. Bank rasmiyatlari uchun 2 ni besing. Xaridorlik nomeringizni kirgizing. Voy, men uni unutib qopdimmi? Xaridorlik nomeringizni kirgizing. Voy, unutib qopdimmi shu qanday qilaman? Siz dal vaqtida ishni bitirmadingiz. Omonat qo'yi bankasini izlagingiz uchun rahmat aytamiz. Xayri xo'sh. Voy. Yaxshimisiz? Omonat qo'yi bankasi. Karta nomeringizni tunji so'zimni bo'lmang. Xaridorlik nomeringizni odamdek kirgizing. Voy, yana ayvondek kirganman. Sarang bo'lmadi. Xaridorlik nomeringiz 4-0-0. To'g'ri bo'lsa 1 ni. Xato omonat qo'y maxfiy nomeringizni kirgizing. Bu necha o'ytamda? Omonat qo'y maxfiy nomerini bilmasangiz, bilish uchun yulduz knopkasini besing. Shaxsiy bexatarligingiz uchun ism familiyangizning 3 va 8 harfini kirgizing. Kimlik nomeringizni kirgizing. Tug'ilgan vaqtingizni kirgizing. To'y qilgan bo'lsangiz 1 ni. Bo'ytaq bo'lsangiz 2 ni. Ha, muhabbet o'z qanchani basida? Muhabbatlashayotgan bo'lsangiz 3 ni besing. To'g'ri yurak bo'lsangiz 4 ni besing. Xeli odamni bunda buzaqqa jumaxonmi? Sarangmi maqzola? Voy! Chaqchaq qilib qo'ydim. Chaqchaq qilmag'ini muhabbetim bor odam, men kechirim taqdidavi. Karta nomeringizning 16 xonasini kirgizing. Opla, men buni unutib qopdimmi? 16 xonalik kredit karta nomeringizni kirgizing. Voy, siz gap tushunamsiz, unutib qopdimmi? Yo'q, yo'q. Boshqarab yo'qma, boshqarab ulab bering menga. Hozir barliq xaridor vakolatchilari boshqa xaridorlar uchun mulozimat qilib etibdi. Liniyadan ayrılmang. Vaqt naqd pul demakdir. Naqd pul bo'lsa, omonat qo'y bankasidir. Jiddiylashmang. Telefonni qo'yib atmang. Yaxshimisiz? 312 nomer siz uchun mulozimat qiladi. Assalomu alaykum. Men Omonat qo'y bankasi. Qanday yordamim lozim? Yaxshimisiz? Menda gap qarang. Mening bir kartam bor, yo'qolib ketgan, tepirasizmi? Kechiring apandim, bu yer internet bo'limi, yordam berish liniyasi. Xato bo'linib qopti. Liniyadan ayrilmang. Nima ish bo'lishini qat'iy nazar bir yordam qilsanglar bo'pti ekan menga. Ha, tushundim apandi. Bu internet bo'limining ishi emas. Yordam bera olmayman. Bosh liniya uchun 357 ni bossangiz. Yaxshimisiz? Omonat qo'y bankasi. Omonat qo'y bankasi xush kelibsiz. Bak bankang boshqadan yo'qmi? Asıl bankang berib birish qilmagan sana sarang bu ka. Yaxshimisiz efendi? Qaysi bankadan bejergan? Hamma Shveysariya bankasidan bejergan. Shundaqmi? Undaq bo'lsa, Mauyaga imzoyingizni qo'ying, efendi. Ha?
Mayan toldursak. Vay. Adişe, senin bankanın telefonu unlandı lanmandı. Kanda bankına o. Köz saat olmayan saklamasın. Gümüşten kendi kullanmayın. Köz saat olmayan kız bulandı. Gümüşün basın bankanın kaçık vakit için gerekmez. Efendim? Bu yak lan. Bu kim o? Sen banka başkanı. Kim efendim? Çay girdin ha? Kahve bado. Baba. Kahve girdin ha? Yaxshimisiz efendim? Fakat yakşemez Hancan, fakat yakşemez. Oyun bo'ldi. Bu sınırlı bank, kandak bankı bu. Mandak yaparım, benim bir kartam var, yukarı ketken gidin ha. Ben şunu bir kaplayla bu telefon kusam, dünya 4 saat yazdım, telefonu alamam dedim. Kandak yap bu. Yakşı kılmamsa bunlar işte diyenle. Liniya aldırış çağdırıp qalğa o'xshaysiz. Unda biz kartangizni bekor qo'yaylik. Hancan sizin kartınız var mı? Onu bir kap kılanda anı kişilik kumuşa hecdet buldu. Üstüge maxfiy nomerni yozib qo'yganman. Başım yakınlar yazmakamdan karan. Kıvırlaşma. Biz şimdi kayıtmakla kulağını kuran tutmadık bulançılık kılatlarlıkını bir yanıp yak şunu o yok. Gördün mü? İşte gap yaparsam adam bozakım deydi. Vay kötüre bak kulağını kötüre. Yüz kötüre. Efendim yine altından su götürüp kalayım. Vakırman. Ben fakat cık yapılanlarım hatırı. Bu yer kanda pulla var. Bu yerde euro var, dolar var, onundan başka yana her kaç devletten pulları var bende. Tenge o mu tenge? Tenge? Var bende. Onda olsa hemen uçtum sen. Bana hem bir gibi kızdı. Yok. Teng. Sen kalayımkan yapkın mı? İşte bizden sen yapkın mı? Abi köyümden olsun ya hani. Abi biz dekatlama kaldı. Signalda bir susak çarpmamak için kaldı. Para bakalım yok bir ke. Aka, bu pulun almayı durup işki adamda itibattan bomba değil bu. Vay abla. Asla. Vay bunun minvalin diye de. Kartısını bekor qilmoqchi chiqyapti benden. Buna kahve girdi. Aka oldu pulun alak mangayla oldu. Köküt. Efendim? Vay. Yaxşı qildin. Nima oldu? Kechiring efendim. So'rab baksam, osh pulni qanday ishlashni o'ylayapsiz? Men deyman, buncha pulni sirtqa chiqsangiz hozir o'g'riz tayyorlab adam. O'g'riz tayyor, men o'ylayman, osh pulingizni bizning bankka omonat qo'ying efendim. Bu ismini ayt yuqori. To'g'ri deydi. Qo'ying. O'ylashbaqam. Qanday fikriniz var? Ya, siz xohlasangiz qarang. Bizning bankimiz omonat qo'ying. Uning ustiga bizning bankimizning o'zidagi bir xos hisoboti bor. Sırda... Para oqamıdı ben özel oğurlanan pulu oğurlanan banka koyduk ha. Ya gipimni tushunmayapsiz efendim. Men deganim bizning o'zimizning bankka xos bir hisoboti bor. Sirdosh hisobot deb. Sırda hesabı? Ya sirdosh hisobot. Buni faqat bankir tarafidan boshqarildi. Pulingizning natijagalik surishtirilmaydi efendim. O'ylashbaqam. Faqat o'z uchun saqlasangiz bo'ldi. Sakana kaçtı. Qarsam chiroyli ekan. Aka, sen ne desem şu? Ama bu adam doğru degende qildi. O'ylashbaqam. Qapına. Onunla bekliyorum. Ya efendim. Faqat shu kimlik nomerini ketdi, birdan tugaydi. Kimlik bak. Buna qarab turay. O'tiring efendim. Hemen qo'yimsiz efendim. Okumayın be. Efendim Cem. Vay. Efendim bo'ldi, bu yerga ismingizni besvasingiz bo'ldi. Mana shu o'ringa o'zingiz. Bo'ldi. Mana kirdi. Omonat kirdi. Endi mening haq uchun 50 euro topshirasiz efendim. 50 euro? 50 euro. Bijirish haqqi. 50 euro? Abi sizin bir bakın. Yo efendim. Ben de. Hayır cennet olsun. Hayır cennet olsun efendim. Yeni bir teklif. Yaxşı qıldın.
Sen beni kadar düşünüp kaldın bu. Ben işte ok çıkarkanda oturuyorsam oktayım. Açtı aka. Bayağı demek istedim. Ben deyim efendim. Siz halısınız bir doktor hanım bir görünüp bakan mısınız optika? Ha doktor hanım. Tamam. Oy. Neymiş ha? Kartınızı tutasınız. Doğru. Kimlik. Ma çek bize niye hesabet buluyordu? Oy. Ya çık durun ha. Vay. Vay sen gibi çıkın ha. Yetteyse ya. Doktor. O konuda yapacağın işi böldürülmeydi. Ya koyup oldunuz. Keyin chiqqan vaqtida o'ydigani gazraq emek bireme adaş. Bak bırakma. Maqla çık durun ha. Oye. Bak vaca. Vay kopmamsın ey, tamak vakti oldu ey. Oy kulağım. Oy. Ay Allah. Şimdi yakını koyma yeter ama adaş.